Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qonda svarka apparatlari do'konimizga yangiliklarimizni yetib keldi. Ko'pchilik akalarimiz so'rashgan Argon svarkamizda 220 volt ishlaydigan professionalni eng kattasi alyumin, nержавейка, cho'yan, любой metallga ishlov beradigandan kerak degan akalarimiz uchun apparatdan yetib keldi. Bugungi obzorimizda shuni to'liq holatda tushuntirib, tanishtirib, narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Komplektdan nima chiqishi, apparat qanday ishlashlarini tushuntiramiz. Bittadan like bosib ko'rasizlar, videomiz boshlaymiz. Video boshlashdan oldin manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforning yonida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni. Bugungi obzorimizda apparatimiz Impulse brendiga tegishli professionallik Argon svarka apparat bo'ladi. TIG 250 P ACDC markali bo'ladi. Bu 14 xildan ortiq metallga ishlov beraveradi, o'zining funksiyalari bor. Qalin metallarga ham bemalol ishlov berishga mo'ljallangan professionalniy argon apparat. Videoni oxirigacha kuzatsalaring, narxini aytib o'tib ketamiz. Narxi apparatga nisbatan ancha ham arzon chiqarilgan. Bu apparatimiz 220 volt ishlaydi. Kabeli bu qalin. Bu uchtaligiligi uchun ko'pchilik akalarimiz 380 voltga ishlaydi shekilli deyishadi. Yo'q, 220 volt, lekin bunda kuchlanish katta bo'lgani uchun kabellari o'ta qalin qilib chiqarilgan va plus minus bittasi zazavleniya uchun chiqarilgan bo'ladi. Mana shu holatda mana 220 voltda ishlaydi. Inverterli apparatimiz toklaring passiyasi ham bemalol ishlab beraveradi. 250 amperli bo'ladi. ACDC funksiyasi bor, mana ko'rishlaring mumkin. Bu ACDC funksiyasi bo'lsa, alyumin svarka qilaveradi. Katta qalin alyuminlarni, galovkalarni bemalol svarka qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Endi bu ikki xil funksiyali bo'ladi. TIG va MMA. TIG bu argon svarkasi, MMA esa elektrodniy svarkasi. Komplektda elektrodniy derijaklari ham bor. Xullas, ikkitasi bittada funksiyani bajarib beraveradi, lekin asosiy funksiyasi argon svarka bo'ladi. O'zini argon gazini ulaygan uni trubkasi, bu kulchator o'rni, bu massasi, bu svarkani pilusi bo'ladi. Bu yerda tablo necha amperligini ko'rsatib turadi va bu yerdan o'zlaringa legirovka qilib olaverasizlar. Amperini, voltini, qaysi turdagi materialni, o'sha metalni svarka qilayotgan bo'lsalaring, o'shanga qarab turib legirovka qilib olaverasizlar va pastda metalni qalin va yupqaligiga qarab turib o'tkazib oladigan kulchatori ham bor. Masalan, qalin bo'ladigan bo'lsa 4likka o'tkazib olsalaring, apparat qiynalmaydi. Yuqoriroq bo'lsa 2 ga o'tkazib olsalaring, apparat metalni teshib yormaydi yoki eritib yormaydi. Mana shu holatda bo'ladi. Bu yerda esa o'chirib yoquvchi kulchator. Komplektdagi narsalarni ko'rsatamiz. Ikkalasi bir xil. Komplektda o'zini professionalniy derijagi bo'ladi. 3 metr oshiq. Mana ko'rishlaring mumkin. Derijaklari ham professionalniy. O'zini komplektda mana nasatkalari, ichidagi keramikalari, ichida nakajeniklari, xullas komplekt holatda bittadan zapaskasi bilan. Hatto komplektda mana valfram simlarigacha bo'ladi. Derijagi 3 metr ortiqroq. Mana shu holatda massa kabeli bo'ladi o'zini va svarka apparat uchun derijagi uchun nasatkasi bo'ladi. Bunga kabel olib turib, elektrodniy svarkada ham elektrod eritsalar bo'laveradi. 4likgacha elektrodni bemalol eritadi. Komplekt holatda apparatga 1 yil garantiya beriladi. Impulse Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan apparatimiz 1 yil garantiyasi bilan $580 qilib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Dastavkalarimiz 12 viloyat bo'yicha bor. Endi bundan arzonroq argon so'raganlar uchun argon svarkalarimiz do'konda $250 dan boshlanib $1,500 bor. 220 volt eng kattasi va hozirgi kunda eng ko'pchilik ustalar ishlatadigan sinovdan o'tgani mana shu bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. 1 yil garantiyasi bilan 12 viloyat bo'yicha dastavka qilib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib ko'rasizlar. Kanalga yangilar esa obuna bo'lib qo'yasizlar.